milyon so'm ha? 3 milyon so'm. Qaysi ahmoq 3 milyon so'mga bitta bedana oladi? Ovozingni o'chir. Bezovta bo'lyapti bedana. Eshit. Eshitsanchi, vaqt. Bedanani u yo'q qayga borsa ketmadi. Voy sayra berib qulog'ini ham yeb tashladi. O'chir ovozingni, yoqmasa quloqingni patat qilib ol. Qarama! Ko'z tegadi. Ana deding, xo'p deding, yozoqlar yaxshi deding. Ana bo'ldim, sevgiga zor bo'ldim. Dada, oyi, men ishga ketdim, yaxshi o'tiringlar. Voy! Bedanaga kim beradi suv bilan donni? Dada, men shoshyapman, nazokatga yeta qoling. Bugun sening navbating, kecha bergan sening. Bo'l! Qalay? Eshityapsanmi? Bedak! Ha, eshityapsanmi? Aka, bedanalarga gazeta tashab ketmadingizmi? Chekoyish cho'qib turisharmidi? Menga qara. Mana shu bedanalar ovqatini o'zing berib qo'yaqa, xo'p? Men kapalili so'kol olmoqchi edim. Shunga ozgincha pul yetmay turdi. Yo'g'i. Bo'pti, beraman, faqat keyinroq. Xo'p. Aldamaysizmi? Aldamayman. Agar aldasangiz, Zamirani sevishingizni oyamga aytib beraman. Voy. Sen qayerdan bilding? WhatsAppda yozishgandan keyin o'chirib qo'yish kerak. Akajon. Ma. Rahmat. Aytib qo'yma, tushundingmi? Dadasi? Ha. Shu 3 milyon so'mga bitta bedanani oldingiz. Ha, undan ko'ra arzimagan pulga bo'ynimni davolatib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Mana bir oydan beri bo'ynim qotib qolgan. Xotin. Bo'yin o'zi qotib turadigan narsa. Bo'yin qotganda mundoq qilib turish kerak. Yurishib ketadi. Agar unday yurishmasa, mana bunday qilasan yurishib ketadi. Qizimisan? Otam rahmatli ham o'lishlaridan bir oy oldin xuddi shunaqa bo'yinlari qotib qolgan ekan. Ajoyib qo'y. Ana, ko'rdingmi? Eshitdingmi? Xafa bo'lma xotin. Yaxshi o'qitdi. Assalomu alaykum. Hamid aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qara, uka. Tinchlik bilan birpas ovqatlanib olsang maylimi? Ha. Uzr. Rahmat. Shunaqa qaynating bo'lsa bormi? Undan Xudoning o'zi asrasin.
Hey! O'tir mashinaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dilshod aka. Va alaykum assalom. Yaxshi. Qayerga hayding? Ofisga. Hop. Hop, bola! To'xta deyapman! Dada, to'xta. Ishingni qil! Voy, mana bunga chini qara. Hop, bola, yetmasam yomon bo'ladi lekin. Yetolaman-ku qol senga. Ha? Hey! To'xta deyapman. Qo'y endi. Mo'ljariga olishni biz ham baqasam otib. Hey, Eshmat, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap, tinchlikmi? Nima bo'lardi? Shu dardisarni uylantirishda. Ya. Yoshi 35 ga yaqinlashib qoldi. Uylanmayman deydi. Uylanishdan gap ochsam, uylanmayman deb turib oladi. O'zi ko'zim moqcholigida. Boshini ikkita qo'yay deb o'rtag'im Sattori qiziga og'iz solgandim. Xabarim bor. Ish endi pishaman deb turgan paytda yo'q deb turib olsa ya, yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Bitta yarimta ko'ngil qo'ygani bordi. Hey! Ko'ngil qo'yganing bormi? Ayt bo'lsa, Uyalaman-de. buni qara, uyalarmish. Mayli, siqilma. Hey, bor, otangni kalishini olib Bor kel. kalish olib kel. Hop. Tezroq bo'l. Obdudimi? Hey, gapir, bormi? Aka, Gapirmaysanmi? Olib kel. Dada, meni uylantirib qo'ya qoling. Ana! Bitta yarimta ko'z ostingga olganing bormi? Bor. Ana! O'ylantir buni. Bor, kitobingni o'qi. Hop. Bedanalarni suvga qarab qo'yundan ko'ra. Hop. Ana, Uylanamiz. mana shuni o'ylantirib qo'yurmaysanmi? Bu nima deganing? Tavba qildim. Ha, o'zing qayerdan kelyapsan? Xorazm mazasi yo'q. Shomil tabib oldidan kelyapman. Taroni suvda qaynatib olib, ozgina yog' qo'shib bermading. Yana xumma unga qorib, haligi yaxshilab aralashtirib bersang, otday bo'lib ketadi. Araştırış kerak degan. Mayli, shuni qilgan ekanman. Boshqa yo'llari ham bor. Oling. Rahmat. Endi Oling. rahmat. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Xushvaqt bo'ling. Xushvaqt bo'ling. Muddaoga o'tsak. Sizda bir gul, bizda bulbul bor deganlaridek, ostonangizga qulchilikka keldik, aylanay. Yaxshi. Shu kuyov bo'lmish yigitni ta'riflaydigan bo'lsak, o'qimishli, biznesmen, xususiy firmalari bor, parmon, tutarmon, ichmaydi, chekmaydi. Bir donagina o'g'il. Xudo xohlasa qizingizni baxtli qiladilar. Endi dadalarni topganlari shu o'g'illariniki-da, to'g'rimi? Ha, shunday. Juda ham yaxshi. Kelganinglarga rahmat. Endi balki taqdir bo'lsa, ajabmas. Har holda yaxshi joy. Rozi bo'lib qizingizni bersangiz, Xudo xolasa, o'zingizlar ham xursand bo'lasizlar. Endi bo'lmasam biz dadasi bilan maslahatlashib ko'ramiz. Ha. Keyin javobini aytarmiz. Bo'ldi. Bo'pti. Kelganinglarga rahmat. Javobingizni intizorlik bilan kutamiz, ha? Kutamiz. Salomat. Rahmat. Olinglar, olib o'tiringlar. Oling. Mahsulotlarni o'z vaqtida yetkazib bersangiz bo'ldi. Bu yoqdan xavotir olmang. Mahsulotlar o'z vaqtida yetkazib beriladi. Xo'p, unda kutamiz. Mayli. Marhamat. Mayli, ko'rishguncha xayr. Xo'p. Yaxshi boring. Sherzod, yigitlarga tez harakat qilishsin. Buyurtmani o'z vaqtida yetkazib berish kerak. Xo'p. Tezroq bo'linglar. Xo'p bo'ladi. Voy. Xotin, Ha, keldingizmi? ma, olib qo'y. Nima bu? Go'sht. Go'sht? Voy, yaxshi qilibsiz. O'zim uyda go'sht tugadi, go'sht olib keling deyman deb turuvdim. Senga emas u. Xo'rozga.
xo'rozga Bu zotli xo'roz o'zidan yaxshi nasl qoldirish kerak. Shunga xon qo'shish kerak. Quvvat bo'ladi, quvvat. xo'roz bizdan aziz bo'pti-da, dadasi. Azim boqqandan yaxshilab qarash kerak, bildingmi? Mana shu xo'rozni o'rniga 4 ta tovuq boqqaningizda ancha tuxum berardi, tushundingizmi? Undan ko'ra Sherzodni uylantirishni o'ylasangiz bo'lardi, dadajonisi. Chakagini o'chirasam yo'q, qulog'imga pata tiqib olishim kerakmi? Baribir. Undan ko'ra 2 bo'lak go'sht olib chiq. Bo'g'im. Assalomu alaykum dada. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. O'tir. Bugun uyga sovchilar kelishibdi. Xo'sh. Yigit Sineni o'qishini yonidagi firmada ishlar ekan. Sen bir surishtirib ko'rchi, tayinli yigitmi yo Yaxshi. yo'qmi? Xo'p dada, ertaga surishtirib ko'raman. O'zingni firmandagi ishlari qanday ketyapti? Xudoga shukr, rahmat. Hammasi sekin-asta o'z me'yorida ketyapti. Ha, yaxshi. Nima xabar kelibdi? Ha. Tinchlik, haligi kompaniyadan hisobingizni to'ldiring degan xabar kelibdi. Kompaniyani senga xabar berishdan boshqa ish yo'q shekilli. Million mijozlar turib, faqat senga xabar jo'natadi. Nega unaqa deysiz, dada? Mabodo kompaniyadan xabar kelmadimi? Xo'roz bilan bedanaga don berish to'g'risida. Keldi. Hozir beraman. Yo'q, biray. Cheers. Alo. Sherzod aka. Men telefonni ko'tarmaysiz? Nima gap, tinchlikmi? Bugun uyimizga sovchilar kelishdi. Sovchilar? Meni uzatishmoqchi shekilli. Bo'pti, ko'p gaplasha olmayman. Ertaga soat 10 da har doimgi joyimizda kutaman. Xo'p. Xayr. Ha, kim bilan gaplashyapsan? Do'stim Kamol bilan. Do'sting Kamolga sovchi kelayotganmishmi? Qanaqa sovchi? Nega dovdiraysan? Sovchi deyapsan-ku. Suvoqchi dedim. Uyini suvashga suvoqchi kerak ekan. Xo'rozga don berdingmi? Hozir beraman. Hey! Xo'roz bu yoqda. Ha. Onangga aytib qo'y, men tungi smenaga ketdim. Xo'p. Marhamat, buyurtmangiz. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Kecha dadam akamga kuyovni surishtir. Agar tayinli joydan bo'lsa, to'yni boshlaymiz dedilar. Namuncha vahima qilaverasan? U yigit sizlarga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Bilmaysan-ku. Agar to'g'ri kelsa-chi? U yigit bilan o'zim gaplashib. Voy tavba. O'zingiz gaplashmoqchimisiz? Nima, meni gapsiz bo'lishim xohlaysizmi? Unda nima qildingsan? Ha, erkak kishisiz-u. Biror bir boshqa yo'lini o'ylab toping. Bitta yo'li bor. Xo'sh. Seni olib qochib ketish. Qalay? Hazillashyapsizmi? Tavba. Nima qilyapsiz? Shu paytda yuragingizga hazil sig'ayotganiga hayronman.
o'zi. Tendagi. Tavba. Jinda tavba. Shuyam kimgadir bir kun kuyov bo'ladi. Bu yoqqa qara, u yoqqa qara. Nima bor o'zi bu yerda? Voy. Assalomu alaykum. Ana, o'tiribdilar. Men gaplashing. Hozirmi? Ha? Ha. Bo'ldi. Boring. Gaplashaman. Hey. A? Sen nima qilyapsan? Qo'limni chigalini yozayapman. Qo'li chigalni ham shunaqa yozar ekanmi? Tavba. Ha? Qarang. A unda oyog'niki qanaqa yoziladi? Oyog'nikimi? Hmm. Qalay. Ke o'tir. Masxara bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz Dilshod aka? Yaxshi rahmat. Tinchlikmi? Tinchlik? Qizim. Shunda o'zim. Biror narsa esingizga tushmadimi? Nima narsa esimga tushish kerak edi? Namuncha boshimni qotirasan ertalabdan. O'zi shundoq ham ishim boshimdan oshib yotibdi. Yangi loyiha ustida ish olib boryapmiz. Uni ustiga xodimlar bilan majlis o'tkazishim kerak. Qizim? Nima qilib turibsan? Akamga choy olib ketayotgandim. Choy? Ha? Singlimga ham sovchilar kelishgan ekan. Kuyovni surishtirishim kerak. Ana aytdim-a o'zi ko'nglim bir narsani sezdi deb. Aytmaysizmi shuni menga? Sherzod ukam uyga kel. Haligi singlimga sovchilar kelyapti. Kuyov bola kimligini surishtirishimiz kerak demaysizmi? Men g'irra etib yetib kelmaymanmi? Iye. Senga nega aytaman? Bu nima deganingiz? Shundoq kunda yordam bermasam qanaqa uka bo'ldim? Hey, chalg'itma. Alo. Hozir chiqyapmiz. Xo'p. Ketdik. Jamshid keldi. Ishga boraylik. Jamshidsiz hal qilsak bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Yig'ishtir. Jamshid bilan birga borib hal qilishimiz kerak. Ol hujjatlarni. Jamshidsiz hal qilsak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi dedim-ku. Hujjatlarni olsang-chi. Ana keldi. Bu yigit senizga umuman to'g'ri kelmaydi. Bu nima deganing? Nimaga to'g'ri kelmas ekan? Alo. Zafar aka, assalomu alaykum. Chunki u aytganlaringizni jo'natdim. Narkoman. Nima? Narkoman? Nima, uni taniysanmi? Yo'q, tanimayman. Tanimasang qayerdan bilding uni narkomanligini? Haligi shimidan bildim. Narkomanlar mana shunaqa qilib keladi. Qo'mi ketib qoldik bu bolani. Men ham xuddi shunaqa qilib kelman. Bundan chiqdi men ham narkoman ekanman-da. Narkoman bolaga o'xshamaydi. Ana
ukaman bo'lmasa. Mashinani qayerdan olgan? Ey, halol mehnatiga olgan. Ana ishxonasi ko'rinib turibdi-yu. Bu ishxona emas. Bu ombor. U narkotik ot sotishi bilan shug'ullanadi. Ichkariga mashinaga. Ichkariga kiramiz. Balki ketamiz, ha? Dishodiga Ustidan. Ichkarini yaxshilab aylanib chiqamiz. Oho. Mana bu bomba. Qoyili. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? kelinglar. A bunisi esa narkotik. Bishot aka, nima qilamiz? Nima qilardik? Ketamiz endi. Boshqa iloji yo'q. Lekin gilamlari chiroyli ekan. Ha, gilamlarga gap yo'q. Esqor, ketdik. Men. Rahmat. Yurmaysanmi? Tavba. Narkotikmish-a. Tuppoy. Ha, Sherlock Holmes. Dishodiga haligi Qalaysan endi? Ha, tinchlikmi? Kim ekan ular? bilmadim. G'alati odamlar ekan. Narkotik deydimi? Ha, mayli, ishingni qilaver. Uch million so'mlik bedana. Qanaqa bo'larkin? Qani bir ko'raychi. Voy, o'lay, 3 million so'mlik bedana shumi? Voy, o'lay. 100 gram ham go'sht chiqmaydi-yu. Voy, uchib ketdi. Voy! Endi nima deyman-a? Dadang bilib qolsa hammamizni o'ldiradi endi. Nimaga hammamizni? Men uyda yo'q edim-ku. Sizlarga ming marta aytganman. Bedanaga suv bergandan keyin mana ustidagi latasini yopib qo'yinglar deb. Yana ochiq qoldirgansizlar. Oyi, siz bizga bunaqa demagandingiz. Aytganman. Voy, assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi dadasi? Ha, uchchalang yig'ilib olib, nima qilib turibsizlar u yerda? Toza havoda nafas olib turibmiz. Ko'proq ollaring sizlarga foydali. Namuncha vaqtli keldingiz dadasi? Aytdim-ku, boraman, xo'rozni tashlayman, qaytaman dedim. Tezroq joyga kelish kerak. Qos. Bo'ldimi? O'tiringlar. Nima qilib o'tiribsizlar o'zi? Bedalar sayrashini kutib o'tiribmiz. Vovoq. Bedana sizlarga sayramaydi. Bedana menga sayraydi. Sizni taniydi-da. To'g'ri, dadamga sayraydi. Qani, qochchi. Shoshmang dadasi. Ha. Bu yoqqa yuring. Nimaga meni ishim bor bu yerda? Ichkariga. Nima deysan? Sizga bir gap aytmoqchiman. To'xta, voy menga qara, dondum berdingmi? Berdi. Nimaga? Bir gap aytmoqchiman. Seni o'zi tayning bormi? Bir qarasa mazam yo'q deysan. Bir qarasa bir nimalarni aytaman deysan. Yuring ichkariga, zarur gapim bor dadasi. Nima gaping bor? Bo'la qoling. Yursiz-chi, bolalarni oldida ayta olmayman. Bo'la qoling. Dadam bilib qolmaslardan oldin biror narsa o'ylab topishimiz kerak. Ishlar nima bo'ldi? Surishtirdingmi? Ha, surishtirdim. Mana. Tezroq bir to'xtamga kelib ularga javobni aytishimiz kerak. Xo'p, dada. Ha, aytgancha. Sen onasiga qo'ng'iroq qil. Ertalab uyga kelsin. Men o'zim bir gaplashib ko'ray. Voy, gaplashib o'tirishingiz shartmi? Ko'rinishidan tuppa-tuzli yigitga o'xshaydi-ku. Aha, senga o'xshab ko'rinishiga qarab baho beradiganlarni deb qancha oilalar buzilib ketyapti. Qizingni ham shularni qatorida ko'rishni istaysanmi?
Men opamni hech kimga berib qo'ymayman. Xatoy. Aşağı kuzum var. Kim ekan u? Telefon qilgan. Ha. Adashib chiqib qopti. Gaplashmasdan turib adashgani qayerdan bilding? Yo'q. Adashganmish. Ha. Kinoga berilib ketganda gaplashmaganimni ham bilmay qolma. Bu kino emas, konsert. Yo'q. Kino tamomlaganiga yarim soat bo'ldi o'g'lim. Azbaroy berilib ketganingdan qachon tugagani ham bilmay qolibsan ha? Ha, qizim. Dada, Oo. akam bizda xujolat bo'lib, bo'lajak kino bilan gaplasha olmayaptilar. Shunaqami? Voy, mana shol quzim. Bo'lmasa, akangizga ayting, xijolat bo'lmasdan keningiz bilan bo'lajak gaplashib ursin. Men chiqib turaman. Xo'p? Hay, to'xta. Shoshmang dadasi. Qayoqqa? Bedanaga suv bergani. Voy. Yo'q. Shoshmang. Ha. Bolalar suv berishgan bedanaga. Kim suv berdi? Senmi? Berdik. Qachon berding? Boya? Boya. Berdinglarmi? Berdik. Voy, mana shol quzim, mana shol. Amma yaxshi. Shoshmang. Nima deysan? Yana qayoqqa? Bedanaga don beraman. Suv bilan birga donni ham berishdi bolalar. Shunaqami? Dada berdik. Rostmi? Unda malades. Yaxshi qilsalar. Bu shoshmang. Nima shoshmang? Yana qayoqqa? Hozir so'raga. Turib ham bo'lmaydimi? O'tirib bolaringni oldida. Men bilan nima ishing bor? Menga qara. Bu ketishda dadang bedanani yo'qolganini bilib qoladi. Endi nima qilamiz, a? Oyi, 3 millionni qayerdan olamiz? Menga qara. Bu uydan qolgan bilaguzi bor. O'shani bir poyini sotamiz. Sen dadang o'sha bedanani qayerdan olganini topasan. Shuni surishtirib bil. Tushundingmi? Ertaga hal qilaman. Dadasi? Ha! Nega baqirasan? Bizni gaplarimizga ishonmasdan o'zingiz qaragani kelyapsizmi? Qo'lim yuvmoqchiman, Ana suv. Tavba. Odam o'takasini yorib yubording. Buna ko'ra bir choy ber. Ha, xo'p. Baqirib qarab turgandan ko'ra choy damla dedim. Hop. Vaq. Uxlayapti shekilli. Ha, uxlayapti dadasi. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kimnidir kutyapsizmi? Shu xonadonni bo'lajak kuyovlari bo'laman. Hamitaga chaqirtirgan ekanlar. Shunga keldim. Kuyov bo'laman deng? Albatta. Xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ling. Qalaysan kichkina? Men kichkina emasman, katta bo'laman. Sen bu yerda o'yin o'ynab o'tiribsan-ku. Tashqarida bitta bola opangni olib ketib qolmoqchi. Kim?
Ana tashqarida turibdi. Men opamni hech kimga berib qo'ymayman, tushundingiz? Ushlang mana buni. Hozir men uni adabini berib qo'yaman. Ol qo'lingni, moshina raso qilding-ku, Zumrusha. Bor. Keling Kozimboy. Uzr, ertalabdan sizni bezovta qildik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Kozim qani? Qaysi Kozim? Bo'lja kuyovimiz Kozim. Sen bilan tashqarida gaplashtiruvdi-yu. Ha, umi? U nimaga dovdiraysan? U ketdi. Ketdi? Ha? Hali men bilan gaplashgani yo'q u. Bilmasam, gaplashib turdik. Telefon bo'lib qoldi. Hozir yetib boraman. Jonim dedi ketdi. Jonim? Ha? Balki onajonim degandir. Balkim Dilshod, buni nimaga dovdiraydi? Katta yigit. Latta. Dilshod aka. Namuncha ertalabdan Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Va alaykum assalom. Keyin ketdi. Xo'p. Qayoqqa? Voy, qayoqqa bo'lardi? Bo'lajak kuyovni mahallasiga surishtirish kerak. Kuzatamiz dedingiz-ku. Sen ishga boraver. Biz Jamshid bilan o'zimiz boramiz. Kuyovni kuzatamiz, hammasini aniqlaymiz. Sen ishga borib ishlaringni qilib tur. Voy. Voy, bunaqasi ketmaydi, men ham borishim kerak. Axir yaxshi ko'raman kuzatib beradi. Nima? Nima deding? Haligi senimda yaxshi ko'raman demoqchi edim. Hozir men kiyim chiqay. Ha, aytgancha, Jamshid ham biz bilan boradi. Hammamiz birga boramiz. Voy. Jamshid. Bir kun barbod qiladi shu Jamshid. Dadasi? Nega baqirasan? Nima bo'ldi? Ish bersanmi? Nimani? Ovoz o'zgarib qolibdimi bedanani? Yo'q, o'zgargani yo'q. O'sha-ku sarashi. Ya, sen sezmayapsan. Ish beryapsanmi? Endi. Senga aytyapman ovoz o'zgarib qolgan deb. Dadasi. Sezmagandan keyin sezmadim deyman-da. Yo'q, rostdan ham o'zgarmaganmi? O'zgarmagan sarashi o'sha. Bir nima kuyyaptimi? Yo'q. Hech narsa kuyayotgani yo'q. O'zicha oxirgi paytda yo'q narsani ham sezadigan bo'lib qolgansiz. Ko'p emasama, ko'ylagimni olib ber. Ochib ketishim kerak. Qaysi ko'ylagingizni? 10 ta ko'ylagim bormidi? Bitta ko'ylagim bo'lsa, bo'lib chiq tez. Voy, ko'ylak. Mahallasidagilar ham uni maqtashdi. Bu yog'iga endi to'yni boshlashinglar ham bo'ladi, Dilshod aka. O'zimiz ham shu fikrda turibmiz. Voy. Qanaqasiga Dilshod aka? Menimcha mahallasidagilar bu bolani yomon ish bilan shug'ullanishini bilmasa kerak. Qanaqa yomon ish? Namuncha shu bolani yomonlayverasan, ha? Yo biror gap bormi? Voy. Hech qanaqa gap yo'q. Shunchaki shoshib xato qilib qo'ymaylik deyman-da. Nafasingni siqqil. Senga gapiraverib tomog'im qaqrab ketdi. Undan ko'ra bor, suv olib kel. Menga gazligidan olib kel. Bor. Ko'p gapiradi-da.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, xizmat. Haligi meni bir og'aynimni ichi yaxshi yurmayotdi-da. O'shani Bo'ldi. Xo'p, hozir. Siz mendan dori so'raysiz, men topib bermaymanmi? Mana, senedeksin. Bir dona ichsin, ishi yurishib ketadi. qanaqa ta'sir qiladi? Yaxshi, o'rtacha ta'sir qiladi. Yo'q, haligi do'stim bor-ku. Juda ham qiynalyapti-da. Kuchlirog'i yo'qmi? Kuchlirog'i bor, hozir topamiz. Mana. Pikalax. 10 tomchi ichsa yaxshi bo'lib ketadi. Faqat suyuqlikni ko'proq ichsin. Suvga qo'shsa ham bo'ladimi? O'zi suvga qo'shib ichiladi. E? Pulni naqd to'laysizmi? Kartochkami? Aha. Kodini ayting. 4-1. Aha, xo'p. O'nta bo'ldimi? Ha? Bo'ldi, yetadi. Yo'q, juda ham qiynalyapti-da, yana 4 ta qo'shsam maylimi? Mayli. Aha. Faqat yaqinroq joydan joy qilib olsinlar. Ha, tushundim. Marhamat. Hozir? Voy. Rahmat. Sog' bo'ling. Kelib turing. Aha. Keldingmi? Ma. Rahmat. Bu sizga. Rahmat. Ichasanmi? Yo'q, men ichdim. Ketdimi? Ketdi. Keling doktor. Keling. O'zi nima bo'ldi? Voy bilmayman doktor. Kayfiyati yo'q, ishtag'asi juda ham past, tashda umuman past. Voy o'zimni mehribonim. Bilardim menga doktor olib kelishingizni. Nima ovqat berasiz? Menga narsalarni yeydi. Mendan ortig'ini ham yeydi. Go'sht beraman. Sveji. Axir bo'lim tuzaladigan bo'pti-da. Kanapanasi yo'qmi? Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Hammasi top-toza. Balki shamollagandir. Bilmadim men doktor. Cho'miltirganmisiz? Voy, birodar bir cho'milmaydi. Nega unaqa ekan? U bu narsa yeb qo'ygandir balki. Men doktor hammasini o'zim qo'ldan tekshirib beraman. Yo'q, Ha, birovga ishonmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, tushunarli. Bu patmata to'kilmayaptimi? Yo'q, hali tullachiga bor-ku. Tumshug'i, tirnoqlari butunmish. Ha, butun hamma joyda. Unaqa bo'lsa, xavotir oladigan joyi yo'q. Voy, Qani ko'raylik-chi. xo'rozchalik qadrim yo'qligini bilganimda allaqachon onamnikiga ketib qolgan bo'lar edim. Sayramay o'l. Demak, bu aka shamollabdi. Shuning uchun men bergan dorilarni yaxshi ichsangiz, Xudo xohlasa tuzalib ketadi aka. Bo'pti. Endi menga javob. Rahmat. Yaxshi. Ancha tetik. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi aka. Ey bobaq. Aka, aka. Bo'la qolmaysizmi? Sizni chaqirishyapti. Uxlab qolganmi? Ertalabdan beri yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi bunga? Voy. Kecha yoqmaydigan narsa yeb qo'yibman shekilli. Tez borib sekin qaytadigan bo'lib qoldim. Faqat oldimda kulmay. O'zi zo'rg'a chidayapman.
Agar jamazin bo'lmayotgan bo'lsa, sen qola qol. Biz Dilshod akam bilan o'zimiz borib kelamiz. Yo'q, boraman. Aniqmi? Aniq. Mayli, borsa boraversin, faqat mashina yangida, tag'i yarim yo'lga borganda. Yo'q, ketdik. Xo'p. To'xtang. Borolmas ekanman. Turaylikmi? Ketaveringlar. Haydi. Ana ko'chadanmidi? Yo'q, Dilshod aka chalg'imang. Haydavering. Men o'zim ko'rsataman hozir. O'g'ani mashina Nimalar deyapsan? Ko'chaga hozir ko'chishcha shekilli. Adashmayapsan ishqilib? Yaxshilab qarab tursang, Akak. o'rgan olasan sen. Kerak. Joningda. Qalay Asal desa. qizim, mana asal qizim. Hay dadasi nima qilyapsiz? Nima qilasan? Ko'rmoqchiman. Ha, nima qilasiz ko'rib? Voy, donduridan xabar olishim kerak-ku. Ha, Jon bedana bo'lsa, bezovta bo'ladi-yu. Sen jinimisan, ishingni qilsang-chi. Ko'rgim keldi, ko'raman de. Voy, oyijon, yuragim. dada, Ha. kerakmas kelsachi, suv olib keling. Nima? Suv olib kel. Ha? Oyijon, yaxshimisiz? Voy, hey, nima bo'ldi? Voy, Ha? yuragim. Voy, hozir, suv olib hozir, kelay. hozir suv olib kelaman. Hozir. Voy. Har tugul qutuldik. Heshmat aka. Bedanam, sayra bedanam, sen kabi sayroqi. Heshmat aka. Qayda bedanam. Habibullo, shamol turadigan bo'lib turibdi. Hammasini tegini yaxshilab o'ylab chiq. Heshmat aka. Qara, kimdir chaqiryapti. Qani? Ya, assalomu alaykum. Qani? Keling. Aha. Assalomu alaykum. Nima baqiryaptilar? Bedanani sayrash ko'rgatyaptilar. Ha. Assalomu alaykum. Keke, alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Dada yaxshimi? Rahmat. Bedalar sayrab turibdimi? Say. O'zing ham sayrab turibsanmi? Qo'rashni olib ketdimi? Baraka top. Kel xizmat. Haligi shu dadam sizdan 3 millionga bedana olgan ekanlar. Ana shu 3 millionlik bedanani oyim uchirib yubordilar. Dadam bilsalar o'ldirarlar. Mana sizga 3 million pul. O'shanga o'xshagan bedana bo'lsa bering, joyiga qo'yib qo'yish kerak. 3 million? Ha? Haligi Qabilla, doniga qarab qo'y bedanalarni. Bor. Xo'p bo'ladi. Donni berib qo'y. Bu yomon bo'pti-ku. Uchirib yuborjinglarmi shunday bedanani? Uchib ketib qoldi-da. Bekor bo'pti-ku. Eng zo'rini bergandim dadangga. Agar o'shanga o'xshagan bo'lsa bering mana. Xos sotib olaman. Bu 3 million. Bor. O'shani akasi bor. Qani? Mana buni qara. Qara. Buni qara, tumshug'ini qara, kaltaligini qara. 8 marta vabo oliydi. 8 marta-ya. Ha, endi seni dadangni hurmati bor. O'shanga senga 3 millionga beraman. Ha. O'zi 3,5 millionga bermaganman. To'ram qilishgan. Bermaganman de. Endi dadangni hurmati bor. Mayli, 3 millionga olib qo'ya qol. Rahmat. To'xtab tur. Bu bedanani irimi bor. Mana akasini. Qaytib kelsa o'lib qoladi. Buni ehtiyot qilinglar. Xo'p. Menga qara. 3 millionga olganingni birovga aytib yurmagin. Ha, siz ham dadamga indamang. Yo'q, qanaqa indayman, nima indam? Ha, vataningdan o'rgilishsanlar. Ha, boyliklari. Assalomu alaykum Dilshod aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sizga yangiligim bor. Xo'sh. Xullas, bu yil o'qishga kirmoqchiman. O'qishni bitirib, yangi korxona ochmoqchiman. Qalay? Yaxshi-yu. Undan keyin dadam seni uylantiramiz deyaptilar. Voh. Zo'ru. Yaxshi-ku, shu kelin bola yo'q-de. Ha?
bizni uyga kelin bo'lib tushgan qiz umuman qiynalmaydi. O'zim yordam beraman. Hurmatini joyiga qo'yaman. Ota-onasini boshimda ko'tarib yuraman. Yo'q, Bo'lajak turmush o'rtog'imni akasi bo'lishini xohlayman. Akasini ham boshimda ko'tarib yuraman. Shu hammasini ko'tarib yurish og'irlik qilmaydimi senga? Yo'q, kerakli tosh og'iri yo'q, Dilshod aka. Qo'ysangizchi. Ha, senga ham aytadigan gapim bor edi. Bugun dadam bilan gaplashmoqchiman. Uydagilar to'yni tezlashtiramiz deyishyapti. Buni ustiga kuyov bola zo'r yigit ekan. Bilaman yaxshi yigitligini. Oyijon, yordamlashib yuborayman. Ha, yo'q, qo'yaver. Ozgina qoldi-ku. Opa, rasmga olib qo'ying. Rasmni nima qilasan? Adnoga qo'ymoqchiman. Voy, kichkina bo'lib turib Adnoda nima bor senga? Hali akang kelsin, sen aytib beraman. Voy, akamni o'zi ham bor-ku Adnoda. Nima? Voy, akang senday paytida kitobdan boshini ko'tarmasdi. Sen bo'lsang mana bu matoqdan boshingni ko'tarmaysan. Mavsha, bor. Kattalarning gapiga quloq solma. Oyijon. Dadamga o'z xohishingiz bilan turmushga chiqqanmisiz? Nimaga buni so'rayapsan? Yo'q, shunchaki o'zim. Ha, mayli. Qayerga ketyapsiz shoshib? Potaxolenikiga. Ha, bedanangizga qaramaysizmi? Nimasiga qarayman? Qarang. Ha, sizni sog'ingan. Qarang bedanangizga. Don bering, suv bering. Qarang. Jahling chiqsa chiroying kutar ekansan-a? Baylam turgin, kechqurun seni o'jinga olib boraman. Qizim, mana shu yigitga rozi bo'lsang bo'lardi. Axir tegi taxtli ekan, tadbirkorlik bilan shug'ullanar ekan. Tagida mashinasi bor. Oyijon, pul bilan boylik hamma narsani hal qilmaydi-yu. Mana shu pul bilan boylik hamma narsani hal qilmasligini bilish uchun ham ozgina puling bilan boyliging bo'lish kerak. Qizim, nimaga tushunmaysan? Oyijon. Asalim. Bu uyda bizni ham suyib, erkalab, bag'riga bosadigan odam bormikan o'zi? Voy, axir sen katta bo'lasan-ku. Bir kap-katta deysizlar, bir kichkina deysizlar. Kap-katta bolamanmi yo kichkinamanmi? Bo'ldi. Ijaraga uy olib, sizlardan alohida yashayman. Voy, voy. Mana buni qara. Voy, tavba, mushday bolani gapini-chi. Qara shu Ro'zapi, pulni oldindan olas. Qara shu. Ha o'g'lim. Ro'zapada nima ishingiz bor? Uy ijaraga olib, alohida yashamoqchiman. Iye? Ijaraga? Ha, bu hayhotda uyda kim yashaydi? Bu uyda hech kim meni hurmat qilmaydi. Hamma xo'rlagani xo'rlagan. Kim meni o'g'limni xafa qildi, onasi? Nega meni o'g'limni xafa qilasizlar? Bu gaplarni qo'ying, o'g'lim. Bilasizmi? Bu uyni, hamma xonalarini siz uchun qurganman. Bilasizmi? O'g'lim, ha siz ketsangiz bu xonadonda kim yashaydi? Siz meni kenjatoy merosxo'rimsiz, shohimsiz. Siz bilasizmi? Siz Behruz Hamidovich bo'lasiz, o'g'lim. Qani? Voy, o'ynalib ketdi o'g'lim. Yuring, bunaqa ishlar sizga yarashmaydi. Yigit kishi
hamisha oilasi bilan birga bo'lish kerak, o'g'lim. Oila bu eng muqaddas narsa. Sal narsaga araza bersa, oiladan baraka o'chadi, o'g'lim. Ana, kiring ichkariga. Hop, ana. Oling. Ana. Ay, yashang o'g'lim. Barakalla. Xo'roz bo'lmay o'l odamni sharmanda qilding. Nima qilay? Patini bittalar yo'li qozonga bosaymi? Yo bo'lmasam oyog'ingdan osaymi? Ha, nima qilay? Osaymi? Nima qilaysan, ha? Ha, dadasi tinchlikmi? O'zi hammasiga sen aybdorsan. Voy, men Hammasiga sen aybdorsan. Qalcha! Voy, Tomiya! nimaga men aybdor bo'laman? Ana, boshqa bedana olib kelib qo'ydim o'rniga. Bedanani nima aloqasi bor, galvars? Agar mana shu xo'rozni go'shtini yeb qo'ymagallaringda yutqizmasa sharmandalarcha, bildingmi? Haligi men voy dadasi, bugun yutkizgan bo'lsa ertaga yutadi bu xo'rozni. Nimani yutadi, ahmoq? Sharmanda qildi. Ol buni. Sho'rvaga bos. Ko'zimdan yo'qot. Yutarmish. Yutasanmi, yutqizmaysanmi endi farqi yo'q. Bundan ko'ra qozonda biqirlab qaynab turganini ko'rsam, o'shanda xursand bo'laman. Nomard. Hormen dada. Bor bo'l. Yordamlashib yuboraymi? Yo'q, keragi yo'q. Shu kunlarda onam tilim bilmaydigan bo'lib qoptilar. Hal qarasam kir yuvadilar. Hal qarasam non yopadilar. Hal qarasam bedanaga ovqat beradilar. Hali qarasam maqsadga o't. Nima deysan? Shu o'zingiz bilasiz, ayol kishi 40 dan o'tgandan keyin organizmi tez-tez charchab qolar ekan. Agar shunda ham uy yumushlardan bo'shamasa, aniq kasal bo'lib qolar ekan. Mana bo'ynilari qotib qoldi-ku. So'loqmonday bolalari uy ishlariga yordam bersa, bo'yni qotmas ekanmi? To'g'ri. Lekin yana bitta yo'li bor. Qanaqa yo'li? Meni bir tanishim onam kasal bo'lib qolmasin deb shart uylanib Yo'q-e. Ha? Uylanib oldimi? Uylanib oldi. Shartda. Ha? Sen ham o'ylan. Shartda. Menmi? Ha. Yo'q-e. Ha nima? Hech shu haqida o'ylab ko'rmagan ekanman. Sen o'ylab ko'r. Hozirmi? Hozir. To'y qachon? Qachon xohlasang? Xohlasang bir oydan keyin. Xohlasang mana shu hafta. Ha? Shu haftami? Ha. Yo'q ey dada. Hadi. Qizimisiz? Ulgurmaymiz-ku. Ulguramiz. Hali to'yxona gaplashishimiz kerak. Hali sinfdoshlari gaplashish kerak. Limuzin degandek. Ulgurmaymiz. O'zim gaplashaman. Limuzinni ham o'zim gaplashaman. Yo'q-e. To'yxonani ham o'zim gaplashaman. Haligi taklifnomani ham o'zim gaplashaman. Sinfdoshlaringni borib uyiga o'zim aytib kelaman. Ulguraman hammasiga. Ha, seni puling yo'q-ku to'yxonani gaplashishga. To'g'rimi? Ha, keyin to'yingni ham o'tkazib beraman. Undan keyin xotining ikkalangni ham boqaman. Rosa itda ishlab boqaman. Bolali bo'lganingdan keyin ularni ham boqaman. Qarabsanki keyin meni ham bo'ynim qotib yotibdi. Ovqatga chiqarkansiz. O'ylab ko'r. Uylanamiz. Oila qurish maynavachchilikmi senlarga? Qiladigan ishini tayini yo'q-ku, uylanaman deydi. Qizing qani? Uxlab qoldi. Ovqatlandimi? Ha. Ha, yaxshi.
Tovuq qayerdan keldi? Tovuq emas, xo'roz. Xo'roz? Ha? Qayerdan oldingiz xo'rozni? Ya. O'zingiz xo'rozni so'yib, sho'rvaga bos dedingiz-ku. Voy. 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 Ma? Hay. Voy. Xo'roz? Dadasi, Qaysi? voy, hazırlaştım. Voy. Hazırlaştım dadasi. Hazırlaştılar dada. Hazırlaştım. Hazırlaşmay o'l. Odamni o'takasini yorvor eding-ku. Yaxshi ham hazırlashdim deding. Bo'lmasa, o'zingni qozonga bosib yuborardim. Biri to'lasi xo'roz sho'ro emas, xotin sho'ro bo'lardik. Balki meni ham kimdir haydadir jim o'ylayotgandir. Sen qaydan bilasan? Balki meni ham kimdir haydadir jim o'ylayotgandir. Ha, yashang. Ha, onasi. Uyqusi kelyaptimi? Nimagadir uyqum o'chib ketdi. Meni ham uyqum kelmayapti. Dadasi, sizga anchadan beri bir gapni aytmoqchi edim. Xo'sh, gapir. Zamirani uzatishga shoshilmayapmizmi? Bu nima deganing? Endi qizimizdan bir og'iz so'ramadik. Mana shu yigit senga yoqdimi? Ertaga to'ydan keyin shu yigit bilan yashashga ko'zing yetadimi? Balki qizimizning ko'nglida boshqa yigit bordir. Hali ham bo'lsa, so'rab ko'rsak bo'lardi, dadasi. Ey, qiz bola, Rahmon toshi. Qayoqqa o'tsang, o'sha yoqqa tushadi. Sevgi muhabbat to'ydan keyin boshlanadi. Hozirgi yoshlar o'tkinchi shunchaki havasni sevgi deb bilib xato qilishyapti. Bilasanmi? Ilgarigi paytda yigit bilan qiz nikohgacha bir-birini ko'rishmagan. Endi dadasi u paytlar o'tib ketgan. Hozir boshqa zamon-u. Zamon boshqa emas. Seni miyang boshqa. Ma, miyang chaqla. Sen qaydan bilasan? Balki yulduzlar menga Bak. O'zingdan. Voy. Bak. Sayrashini qara. Ovozlarini qara. Ya, ovoz o'tsin. Bilaman, senga nimaga yoqmasligini. 3 millionga bedini oldim deganimdan biri. Uyqingda halovating yo'q. Yomon ko'rasan. Ko'rgani ko'zing yo'q. Ajinni 3 millionga bedini oladimi? Buni bilasanmi? 3 ming so'mga olganman. Senlarga yaxshilab qaralaring deb atayin 3 million qo'ydim. Voy! Qanchaga oldim dedingiz? 3 ming so'm. 3 millionga qo'pis beradi jinni. Voy! Nega qaraydi dadasi? O'sha 3 ming so'mga olgan bedaningiz allaqachon ichib ketib bo'ladi. Ana turibdi-yu, jinni. Men bilaguzugimni sotib, Eshmat akadan 3 millionga bedana sotib olib qo'yib qo'ydim o'rniga. Uch millionga? 3 million. Eshmatdan? Voy. 3 millionga? Eshmat? Bedana sotdingmi? Eshmat! Eshmat!
Bu tarafda esa yangi mahsulotlarimiz. Xullas, biz ishlab chiqarayotgan eshiklar 100% zamon talabiga javob beradi. Marhamat. Rahmat. Bundan ko'ra bemalol tanlab olishingiz mumkin. Kelib turing. Salomat Aha. bo'ling. Ketsa. To'rtta katta eshik, ikkita kichkina. Yaxshimisan, Sherzod? Qalaysan? Nima qilyapsan? Ha, buyurtmalar ko'payib ketibdi. Nega kech qolding? Yigirmata. Jamshid, sendek gapim bor edi. Nima gap, gapiraver. Zamira bilan men bir-birimizni sevamiz. Xullas, boshim qotdi. Nima qilishga ham hayronman. Bugun Dilshod akam dadalariga kuyov yaxshi bola ekan, to'yni boshlayveringlar demoqchilar. Agar Zamirani yo'qotsam, hayotda qiziq qolmaydi men uchun. Shunaqa darding bor ekan, nega ertaroq aytmading? Nega sovchi jo'natmading? Erkak kishi o'z sevgisi yo'lida kurasha olishi kerak. Hozir sovchi jo'nata olmayman. Oyoqqa turib olishim kerak-ku. Uni ustiga Dilshod akadan qo'rqdim. Bilmadim bu yog'i nima bo'ladi. Assalomu alaykum Dilshod aka. To'xta. O'zim ham o'ylovdim. Nimaga nuqul mana shu bolani yomonlagan deb. Lapashang. To'g'ri. Siz o'ylaganchalik qo'rqoq bo'lishim mumkindir. Lekin men Zamirani sha'nini o'ylab shunday qildim. Chunki Zamirani sha'nini hamma narsadan ustun qo'yaman. Hatto o'zimni baxtimdan ham. Bo'lmasam uyingdagilarni jo'nat. Uyda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kir. Xullas men hammasini o'ylab ko'rdim. Yigit kishi o'zining baxti uchun o'zi kurashishi kerak. Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh. Surishtirdilaringmi? Surishtirdik. Xo'sh, qalay ekan yigit? Dada. Bu yog'ini sizga Sherzodni o'zi tushuntiradi. Sherzod? Omad. Xo'sh. Qani? Gapir. Surishtirdik. Qalay yigit ekan? Yaxshi yigit ekan. Kelishgan. Ishi ham tayinli. Biznesmen. Lekin nima lekin?
xullas gap shundaki, erkak ham shunaqa bo'ladimi? Lapashang. Xullas kalom dada, Sherskan bilan opam bir-birini sevishadi. Ilohi omin. Qo'lingizni oching dedi. Ilohi omin. Sherskan bilan opam baxtli bo'lishsin. 1 yildan keyin 5 yil boraylik. Amin. Allohu akbar. Nimaga tirjayapsiz? Boring uydagilarni chaqiring. To'yni tezlashtiramiz. Boring. Xo'p. Amin qiling dada. Allohu akbar. Menga qara. Nima deding hozir? Ha endi qiz bolani shunaqa bo'ladi-da. Bo'y yetgandan keyin uzatish kerak-da. Qani mehmon, ilohi, tinchlik xotirjamlik tasqarlik. Allohu akbar. Qadamingizga hasanat. Yaxshimisiz? Qani, Rahmat. bir piyola choy ichaylik oldin. Aka tinchmisiz? Rahmat. O'zi salomatmisiz? Yaxshimi? Xonadon, ahli. Xudoga shukr. O'g'il, qizlar hammasi sog' salomat yuribdimi? O'zingiz yaxshi keldingizmi? Xonadonlar tinchmi? Ha, Allohga shukr. Ha, xizmat? Ha, endi bola chaqani tashchi ekanda. Ha. O'shanga sekin oldingizga. Bedanaga o'zi qaraysizmi yo bolalar? Yo'q, bolalarga ishonmayman. Bu bedanani har bittasi menga ja qadrli. Har bittasini olib kelgan joylarim bor. Hozir bu yerga 6 tasini osib qo'yganman. Ichkarida yana 6 tasi bor. Ularni yaqinda ochib chiqadi. Ochadiganmi? Ha. Mana bu sayrayotgan Yusuf hojini bedanasi. Ha. Yo'q-e. Albatta, ha. Mana bu chap tarafdagi Farhod bedanachi bor-ku. Ha. O'shani bedanalari. Shunaqami? Tanisizmi o'zi? Ya, bo'lmasa-chi og'aynimiz-ku. Yo. Oyda bir marta ko'rishib turamiz, oshib turamiz. Haligi bizda ham ishqochilik bor bedanaga nisbatan. Nechta dedingiz? 12 ta. 12 ta bedanam bor. Menda 38 ta. Yo'q-ray. O'sha hali Buxoroning chempionlari navarlari menda. Rostdanmi? Buxorolik Qo'chqor bedanabozi eshitganmisiz? Ha, uni bedanalarini pacha deydi-yu. Ya, aka, yerga urarmang, pachaqa emas. Bir otganda 18 talab otadi. Otgani ham sanab yurar ekansiz-da. Ya bo'lmasam-chi. Bizniki jamuncha otmasa ham, lekin asl sayriydi. Ovozini qarang. Ovozi sal mazasi yo'qroq. Nima beryapsiz bularga?